Assalomu alaykum, Flyvastok aviakasi kuzatuvchi, qadrli obunachilar, aziz xaridorlar, do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hozir ko'rib turganingizday aeroport Vnukodan birinchi etajda turibman. Birinchi etajining holatlarini ham sizlarga batafsil ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ko'pchiligi Vnuko aeroportidan video qiling deganlarga Vnuko aeroportiga keldim. Proverkalar qanaqa bo'lyapti, holatlarni ko'rsating deganlarga do'stlar, hozir ertalabki soat 9 reyslar endi boshlanyapti. Samarqand, Namangan, Toshkent. Hozir sizlarga registratsiya jarayonlarini ham sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Do'stlar, ko'pchilik yana so'rashyapti. Aviakassadan onlayn olsak bo'ladimi? Ko'pchiligi onlaynni tushunmaydi ekan. Shunga bir qator aytib o'taman. Onlayn olsangiz do'stlar, men sizga narx-navolarni aytaman. Agar narx-navolar ma'qul kelsa, WhatsAppdan pasport tashlaysiz, men bron qilaman, keyin karta nomer tashlab beraman. Pulni tashlab bersangiz, biletingizni выписка qilib, marshrutlik kvitantsiyasini jo'natib beraman do'stlar. Bu do'stlar, bizning marshrutlik kvitantsiyamizda adresimiz, nomerimiz hammasi yozilgan bo'ladi.